Sabo mashinasiga atiga bir kun ichida furgon o'rnatib beramiz. Endilikda Phantom Miller, Kia Bongo va Shinra avtomobillar uchun atiga 2 kun ichida furgon o'rnatib beramiz akalarim. Sababi bu mashinalar nostandart bo'ladi. Birinchi kun olib kelasiz, razmeri olinadi, karkas yasaladi va ikkinchi kun xuddi mana shunaqa holatga keltirib furgoningizni taxlab beramiz. Xo'p, bu Phantom Miller mashinasiga qilib bergan ishlarimiz haqida bitta ma'lumot berib o'taman. Like-chani bosib qo'yasiz. Bu mashinaga o'rnatib bergan furgonimiz ham balandligi 2 metr, 3 eshikli qilib berganmiz va akfadan foydalanib fortuchkalarni yasab berganmiz. O'zingizlar bitta ko'rishinglar mumkin. Bemalol ochib, yopib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu yon tarafdagi eshigi zamoklarga keladigan bo'lsak, o'zi qulflanadigan zamoklar. Xo'p, qalin alikafondan foydalanganmiz. 21 mikronli 201 markali nержавейка nikel qoshlari polni. O'zingizlar bitta ahamiyat qaratib olasizlar va ikki tarafiga chiroyli qilib sanduqcha o'rnatib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana sanduqchalari. Orqasiga keladigan bo'lsak, tepa qismi tarnovchasi bo'ladi. Tepasida qor yomg'ir yog'gan vaqt suvida bo'lib qolmaydi. U ham polni nержавейка nikel. Orqa zamoklar, rossiyskiy zamoklar o'zi qulflanadigan. Xo'p, turbalargacha nikel qilib berganmiz. Bitta ahamiyat qarab turasizlar. Orqasida ikkita vetichkasi bor. Bittachini ochib ko'rsatib aka. Ko'rishingiz mumkin, ichini ham polni alikafon qilib berganmiz va tungi yoritgichlari bor. Yo'llarga ahamiyat qarab turasizlar akalarim. Polni nержавейка nikel. Kimga shunaqa sifatli furgon o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, atiga 2 kun ichida o'rnatib beramiz. Pastda telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzilimiz Samarqand shahrida. Avtofurgon Store tanlov.